Xorazm viloyatiga tayyorlab berdik. Bu komplektimiz xon taxtasining razmeri 5,5 ga 120 lisva yog'ochdan tayyorlangan 20 ta stullar bor. Orqa ko'rinishlari pardalarga moslab qo'yilgan. 8 metrli uylarga mo'ljallab tayyorlangan. 7 million so'mga tayyorlab berdik. 7 million so'mga arziydimi yoki arzimaydimi o'zingizlar bir qator fikrlar kommentariyada qoldirasizlar. Tumbalari, tumba posonda 4 ta tumba oyoqlari bor. Yotkizib qo'y, xon taxta vazifasida ishlatsa bo'laveradi degan komplektimiz. Şu komplektimiz 12 kishiligini Toshkent viloyatining Bo'ka tumaniga tayyorladik. Bu komplektimiz orqa ko'rinishlari gullarni ham bir xilda keltirilgan. 3 million 700 ming so'mga tayyorlab berdik. 3 million 700 ming so'mga arziydimi yoki arzimaydimi? Bu komplektimizni ham fikrlar kommentariyada qoldiraverasizlar. Xon taxtasining razmeri 275 ga 120. Buni o'zi ham xon taxta vazifasida ishlatsa bo'laveradi degan komplektimiz. Videoni ko'rgandan keyin profilimizga tashriflar. Profilimizda 3,5 million so'mdan 15 million so'mgacha 12 kishilikdan 42 kishilikgacha bo'lgan stullarni to'liq video obzorlarini profilimizga joylaganmiz. Bemalol ko'raverasizlar. Agarda video ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, uylarda turib, Andijon mebellari narx-navosini uylarda turib, bemalol narx-navosidan xabardor bo'lib turasizlar. O'zbekistonning hamma viloyatlari, qo'shni Qirg'iziston Respublikasining O'sh hamda Qorasuv shaharlariga dastavka xizmatlarimiz bor. Qo'shni Tojikiston Respublikasining Andarxon yoki bo'lmasa Sadoqat chegara postlarigacha ham dastavka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz, kelishilgan holda Andijon viloyati, Andijon shahriga dastavkamiz besplatniy. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videosida Telegram raqamlarimizni ham qoldiramiz. Telegram raqamlarda ham uylar razmerini, manzillarni aytib o'tsanglar, dastavka xizmatlari haqida, uylarga necha kishilik stol-stullar tushish haqida batafsil ma'lumotni berib o'tamiz. Agarda video sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.